Bir dona kapsulaga 5-6 ta chesnokni shunaqa qirg'ichdan chiqarib tayyorlasa nimalar bo'ladi? Uyimizdagi qurt qumursqa deymizmi, chivinlar, tarakallar, hasharotlar hammasi uyimizni tark etadi. Buning uchun bizga bir dona shunaqa kir yuvish geli kerak bo'ladi. Sizlar xohlaganingizdan ishlasanglar bo'ladi. Suyuq gel ham bo'ladi qizlarjonlar, parashok ham даже bo'ladi. Ustidan 4-5 dona chesnokni shunaqa qirg'ichdan chiqarib yuboramiz va uni ustidan shaqillab turgan suvdan 1 stakan solib ustini 10 minutga dimlab qo'yamiz. Chunki ozgina sovib olish kerak va orada ozgina chesnoklar bilan gelni bir-biriga uyg'unlashishi kerak. Shuning uchun 10 minutga dimlab qo'yamiz. Va uni orasida men sizlarga korzinkadan zakaz qilgan narsalarimni ko'rsatmoqchiman. Menga chesnok kerak edi. Lekin men chesnokni zakaz qilaman deb uy uchun shuncha kerakli ro'zg'orlarimni ham zakaz qildim. Eshiginglarni tagigacha olib kelib berishadi. Qiynalmasdan issiqda ko'chaga chiqib o'tirmaysizlar va birinchi o'sha zakazinglar uchun 30 ming so'mdan 90 mingga chegirma bo'ladi va 200 mingdan oshgan zakazinglarga dastavkasi birinchi uchtasida bepul bo'ladi. Ungacha 10 minut ham o'tdi va shunaqa idishga sitidan o'tkazib olamiz va patakoniylar deysizlar hamma joyga sepib shunaqa artib chiqasizlar.